O'zbekiston fuqaro aviatsiyasi tarixida 20 dan oshiq aviahalokatlar ro'y bergan. Ularning asosiy qismi sobiq ittifoq davrida, bir nechtasi mustaqillik yillarida sodir bo'lgan. Mustaqillik yillarida sodir bo'lgan aviahalokatlar ham sobiq ittifoqda ishlab chiqarilgan eski samolyotlar bilan ro'y bergan. Ana shulardan biri 1999-yilda To'rtko'l aeroporti yaqinida sodir bo'lgan Yak-40 samolyotining halokatidir. O'shanda Yak-40 samolyoti uchuvchilari To'rtko'l aeroportiga qo'nish chog'ida xatoga yo'l qo'yadi. Oqibatda samolyot aeroport chegarasidan chiqib ketib, qo'shni hududga qulab tushadi. Bu hodisada 2 nafar yo'lovchi halok bo'ladi va yana bir qanchasi turli darajada tan jarohatlari oladi. Yak-40 esa yaroqsiz holga keladi. Bir 1960-yilda SSSR Ministrlar Sovyeti Il-12 va Il-14 samolyotlari o'rniga zamonaviy samolyot ishlab chiqarish haqida qaror qabul qiladi. Shundan so'ng Aleksandr Yakovlev boshchiligida konstruktorlik byurosi yangi samolyot loyihasi ustida ishlay boshlaydi. 1964-yilda loyiha tayyor bo'ladi va unga Yak-40 deb nom berishadi. 1965-yilda Yak-40 ning ilk nusxasi ishlab chiqariladi. Samolyot sinovlardan muvaffaqiyatli o'tadi va uni ishlab chiqarishga ruxsat berishadi. Bu samolyot qisqa masofalarga uchishga mo'ljallangan bo'lib, uning turli rusumlari 27 nafardan 40 nafargacha yo'lovchi o'rniga ega bo'lgan. Samolyotga 3 nafar ekipaj a'zosi va 1 nafar bort kuzatuvchi xizmat ko'rsatgan. Yak-40 samolyotlari 6000 metr balandlikgacha ko'tarila olgan. Uning maksimal tezligi soatiga 546 kilometrni tashkil etsa-da, samolyot parvoz vaqtida soatiga 300-400 kilometr tezlikda uchgan. Yak-40 ixcham bo'lgani uchun kichik aeroportlarga ham bemalol qo'na olgan. Yak-40 samolyotlaridan 1966-81-yillar oralig'ida 1000 donadan oshiq ishlab chiqarilgan. Bu samolyot texnik jihatdan ancha mukammal bo'lgani uchun ularning bir qismi xorijga ham sotilgan. Sotsialistik mamlakatlar bilan birga uni dunyoning turli qit'alaridagi ko'plab davlatlar ham sotib olgan. Jumladan Italiya, Germaniya Federativ Respublikasi, Fransiya, Shvetsiya kabi Yevropa davlatlari ham Yak-40 dan foydalanishgan. 1970-yillarda Yak-40 ning narxi turli rusumlarga qarab 3,5-4 million dollar atrofida bo'lgan. Yak-40 samolyotlarini ishlab chiqarish 1981-yilda to'xtatilgan. Shunday bo'lsa-da, ayrim davlatlarda bu rusumdagi samolyotlardan turli maqsadlarda hamon foydalanishmoqda. Bir 1999